Aralash faktlar birinchi qism. Qani ketdik. Kislorodning asosiy foizini o'rmon yoki tog'lar emas, asosan okeanlar ishlab chiqaradi. Dunyodagi ilk kompyuterning buzilishining sababi kompyuterning ichiga hasharot kirishi orqali sodir bo'lgan. Ushbu dengiz yulduzini ikkiga bo'lsangiz ham, u yana ikki xil hayotda yashashini davom etadi. Ya'ni uning ikkiga bo'lingan ikkita tanasi ham yashashda davom etadi. Bitta inson o'rtacha bir kunda, ya'ni 24 soatda o'rtacha 70 mingga yaqin fikrlarni o'z xayolidan o'tkazadi. Ya'ni bu 10 kunda 700 mingdan ortiq fikrlarni inson xayolidan o'tkazishini bildiradi. Inson organizmidagi qaysi modda hattoki oltindan ham qimmat bo'lishini bilarmidingiz? Bu DNK hisoblanadi. U tibbiyotda hattoki oltindan ham yuqori o'rinlarni egallaydi. Dunyoda har kuni, ya'ni har 24 soatda taxminan 200 mingga yaqin kishi dunyoga keladi. Tibbiyotdan olib qaralganda meduza nisbatan o'lmaydigan hayvon hisoblanadi. Ya'ni u qanchalik qarigan sari shunchalik yosharib boraveradi. Ya'ni u qarigandan keyin o'z hujayralarini qayta tiklash xususiyatiga ega bo'ladi va yangi tug'ilgan chaqaloq kabi yana o'z hayotini noldan boshlashi mumkin hisoblanadi. Bu albatta shunchaki ilmiy fakt deb sanaladi. Aslida 100% tozalangan, ya'ni tuz yoki boshqa birorta moddalar aralashmagan 100% toza suvdan tok o'tmaydi. 2025-yildan boshlab sun'iy intellekt tomonidan ishlab chiqarilgan turli xil dasturlar internetni portlatdi va har xil ovozni generatsiya qilish yoki inson ovozini nusxa olish yoki inson yuzini nusxa olish orqali ko'plab soxta videolar internetda tez tarqalib ketdi va bu orqali ko'plab odamlar jabrlandi yoki aldandi. Shu bilan videoni yakunlaymiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha. Agar bizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, shunchaki videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizning o'zi kifoya. Videoning ikkinchi qismi chiqmasligi haqida esa kommentariyaga yozib qoldiring.